أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bugünkü dersimizin temisi El-İsra degan söz keçide yol yurish bu. Qur'on Karimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamninki Makkadan Baytul Maqdisga keçide qilgan safarini Isra deb atab shu voqealik haqida oyatlar nozil bo'lib maxsus bir suratul Isra yoki Bani Isroil deb atalgan. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Aşı Isra şu. Andan Masjid Aqsadan Peygamberler bilan namoz o'qib bo'lgandan keyin osmonga o'rladi. Osmonga o'rlab Alloh taolaning huzuriga yaqinlab bordi. 5 vaqt namoz shu jarayon bo'yicha farz qilindi. Undan keyin Rasululloh Makkaga qaytib keldi. Mush voqealik ham. Shu bir kechada bo'lgan ishlarmish. Amda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam laylatan fi manzil Ummahani. Ba'dan faraga min shu'unin nas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kishilarning ishlarida islom tashviqoti, boshqalarni yetaklash, boshqa turli ishlardan farig' bo'lgandan keyin Ummahanining uyida bir kechani o'tkazdi deydi. Ummahani Rasulullohninki bir nevarasi, Hazrat Alining hamshirasi. Ummahani bint Abi Talib. Rasululloh keyingi vaqtlarda men Alloh deb elchilarsa, mening kichik bolalarimga xizmatlarda bo'lanmay qolaman, bolalarimni boqaman deb nima qilmay, bir kundashlik yomon ayol kundashlik qilib azobini qo'yma deb uzr aytdi. Ismi Fahita. Ummahani degan kun edi. Shu Makkani fath qilgan chog'da Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir uyda sektirga namoz o'qib qilsa, Ummahani kirib Rasulullohga shikoyat qildi-ku, men birisiga omonlik berib, bir mushrikka uni quvdisam, ali o'tirdiman da'dido. Ya'ni ajarna men ajarti ya Ummahani ma shu vaqalikdagi sahaba amda yani o'tkazdi demoqchi. Va sallal isha'al akhira tan o'qidi. Ashal ula desa namasham maqsad bo'lsa ashal akhira qutdan bo'ldi. Shu asha'ayn desa namashamlar qutdan. Hatta idza ma kana an-naharu yansalikhu min ihabil layl qutdan o'qilib tang kechining qo'ynidan shunda sug'urilib chiqay degan chaqda ihab deganda biz terisi degandek shuning qapidan masalan shuning qo'ynidan degan ma'noda kechining qo'ynidan shunda sug'urilib chiqay degan chaqda yani tang atay degan chaqda demoqchi. Va tafattahatul a'yun ala tabashir as-sabah ko'zlar tangning dastlabki yurishiga ichilay degan chaqda tabashir degan bir narsaning dastlabki masalan bishara deymiz-ku, dastlabki bir xabar degandek umi yo'riqning dastlabki bir dasbillasi. Dastlabki yurishi tangning. Uhiba bihi an yastayqila lis-salati fanahad. Uhiba bihi degan ahaba min majhul, mabdul majhul sig'isi bu ahaba degan chaqirdi degan. Uhiba bihi degan u chaqirildi. An yastayqila lis-salati fanahad. Namoz uchun uyg'onishga chaqirildi. Shundan dasturdi, qopdi. Wa aada bil wudu'i fatawadda. Tarasuy akilib tarat oldi. Wudu degan tarasuy, wudu degan tarat. Vav harfi zvarim qilsa wudu bu tahorat suyi degan bo'ldi. Wa hadaratus salatu fa salla. Namoz vaqti bo'lgan chaqda namozni o'qidi, yani bomda namozni o'qidi demoqchi. ثم دعا إليه أمهاني ليحدثها. Andın Ummahani'ne çağırttı. Ummahani'ga gerçsiz kılıştı. İz huve sallallahu aleyhi ve sellem kad şehidel leylete emran azimen. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu keçisi kattı bir işini gördü. Çoğun bir işini gördü. Ve ra'a meşheden aciben. Eceblerlik acayip garayip bir görünüşünü gördü. Ve kad ihtassahullahu bifadlin. Allah Teala onunla Allah'a bir faziletini has verdi. Ve atarahu bi şeref. Ona mahsus bir şeref bilen Allah'a iltifatı şununla bazı başkalarına vermedi. Şerefini bir için şununla tanıdı başkalarına. Ma yu'lamu ennehu kad habahu ahadan min qablihi. Ma yu'lamu diye hazır nefiye.
unda ilgari Rasulullohda ilgari Alloh taolaning bir kishiga unda berib baqqanligi bilinmaydi dedi. Ashu iltifatni, ashu ne'matni, ashu ato qilgan narsani haba degan ato qildi. Biz muhabba deganida yaqinchilik qilib binas berdi. Emizg'o? Haba degan unda ba'di iltifot qildi degan. Yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ilgari bir payg'ambarga yoki boshqa bir insonga Alloh taolo manda bir iltifotni qilib boqmagan. Aw yutahu li ahadin min ba'di yoki Rasulullohning kimi birisiga bunda bir sharaf mumkin bo'lmaydi, berilmaydi degan. Wala ma'dila an al-ifda'i bihi. Ifda' bihi degan bu xuddi bir maxfiyatlik yoki ko'ngil so'zi, mush ichidagi mush so'zni bir tökmay bo'lmaydi. Tökmay chora yo'q yoki demay chora yo'q. Ma'dil degan uni tashlab qo'yib boshqa tanlaydigan bir chora yo'q. Va tahaddusi anhu. Shu ish haqida so'z qilmay chora yo'q. Chunki bu cho'ng bir voqea, cho'ng bir katta ish, katta iltifot. Buni so'zlamay turolmaydi. Buning ustiga taqib bu voqealikda besh vaqt namozni farz qilgan misli bor. Shunga buni yetkazib bo'lmaydi. Waja'at ilayhi ummahani wa hiya bint ammihi Abi Talib. Şo'lan chaqirgandan keyin Ummani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzuriga keldi. U tag'isi Abu Talibning qizi edi. Va min shi'atihi va ansarihi. Yani u ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallamningki ansarlardan atrofida Rasulullohga agishmaydigan jamoatining ichidagi bir aylanti dedi. Ve min muazirihi ve a'vani. Onun hemdemçileri ve yardımçılarından biriydi. Muazirga azara dedi. Yani aşını hemdem birib turdigan, güçlendirib turdigan, yer velekti bulab turdiganlar. Faqala laha ya ummahani laqad sallaytu ma'aki al-isha al-akhira. Ey ummahani, men siz bilan xuttan namozni birga o'qigandim. Kama ra'ayti fi hada al-wadi. Siz ko'rdingiz, mush vadida siz bayada men xuttan namozni o'qigandim. Fi hada al-wadi degani shu Makkaninki ash vadisini o'zi. مش كده المكسي ثم جئت بيت المقدس ببيت المقدس ببيت المقدس فصليت فيه أنا كمان بيت المقدس كبيرة ونظن نماز قدام ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين أنا كان سلاولا بمدات نمازنا سلاولا بالأقدم أنا سيكرب تربسيس دبته وأعلمها أنه خارج الآن ليلقى قريشا وأعلنها الآن أنها جكالة قويدة أخترب قويدة أعلمها تماما özünün Kureyş kavminin keşiga, şu cemaatinin keşiga çıkırganlıqını أخترب قويدة ويلقى ليلقى قريشا ويخبرها بما رأى أش Kureyş cemaati demekçe her gen özünün köygenlerini deptemekçe ويقص عليهم ما شاهد تحدثا بالنعمة وإعلانا لقدرة الله. Üzkörgen naslini ularga so'zlab bermoqchi. Yaqus degan so'zlab turgan. Tahaddusan bin ni'ma, Alloh taolaning ne'matini so'zlab berish, Alloh taolo manda isbot qildi deb shularni so'zlash va Alloh taolaning qudratini jakalash jihatdan ularga so'zlab bermoqchiligini ummahaniga dedi. كانت أمهاني مؤمنة قوية الإيمان. أمهاني دسلبتا أشندا خين فريقلادا إيمان etkan إيماننا كشلق مؤمنة ayollardan idi. Müslümaten akadal İslam. Müslüman dağızın ayeti çın Müslüman dedi. Ta'kidlengen ne oldu akada? Bak ta'kidlengen. Küşlük demek. ولهذا لم يخامرها شك في صدق ما رأى. İman şunda küçük olan ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin aş köygen vakalik hakkında onunla şek aralışıp kalmadı ki ona. Yukhamiriyan aralıştı. وَلَمْ يُدَاخِلْهَا ona. Yudâkhilâ diyen mu? Okşaş. Raybun fi sihhati ma rava. Sözlep bergen vakalikning rastlıqida şoňga guman dergiman bula kalmadı demek. ولكنها عرفت قريشا lekin o ayol shu Qurayshdan bo'lg'achqa Qurayshning ahvolini yaxshi bilgachga makrahum va idaahum ularning ilm-fikrini, ilm-ayronlarini azob berganligini bilgan deydi. Va shahadat qawmaha kaydahum va takzibahum o'z qavminingki ashunda shu qasqildiganligi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yolg'onga chiqarganligi mushunda usulliqlarni ko'rgan. Shunda bilgan va ko'rgan bo'lg'achqa
فخافت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكيد والتكذيب. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e qarta suiqasd qilamo, azar qilamo, yolg'on chiqarib qilamo deb ansirab qoldi. Va ashfaqat alayhi min al-adha wal istihza. Rasulullah azar qilamo, masxira qilamo deb mehr shafqati qo'zg'aldi. Mehr shafqatlik bo'ldi, ashfaqat. Ishi og'ir deganda. Fa'aqadat bi taraf ridaihi. So'nglan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ning tonining bir uchini, peshini yoki tuttiribdi. Va ta'allaqat bihi min thawbihi. Yani kiyimining ashu peshiga isibdi. Va qalat: "Inni udakkirukallah ya ibn ammi." Bir navra aka, men sizga Alloh taoloni eslatma. An ta'tiya qauman yukazzibuna risalatak va yunkiruna maqalatak. Yani Allah'ni eslatib turib, o'zlarininki payg'ambarliklarini yolg'onga chiqardigan va so'zlarini tanadigan, inkor qiladigan bunda bir qavmning qishiga bormislar deyman deydi. Yani uzakkiraga Allah degandan xuddi Alloh taolani shafiy keltirib bunda so'rayman dendi. Fa khaf an yastu bik. Ana shunda ularning qishiga shu vaqaning degan taqdirda o'zlariga hujum qilishini ansirayman. Yastu degan hujum qildi. Bastırıp geldi dediğinde. Sata ala bank dese bank bulu dediğinde. Ve temennat min varai tevessülüha. Özden aşu yalvarışı arkalık bir narsa ümit kıldı dedi. Tevessül diyemiş adam. Yalvardı. Ve emelet min varai taalluqha. Ular peşge söyleyip mesela. Aşında kılış şirketler arkalık arzu kıldı dediler. Ey yektuma hadisehu. Demek aş yalvarıp jürüş arkalık nimin arzu qildi? Rasulullah sallallohu alayhi vasallam shu demoqchi bo'lgan so'zni demay sal yushirib tursa, ishdan chiqarmasa demoqchi, yetdim degan. Va yahfada ma ra'a bayna tayyat sadri. Ko'rgan voqealikni ko'nglining ichida, ko'nglining ich qatlarida saqlasa ekan, demay tursa ekan deb ashuna umid qildi. Nima uchunsa habban va atfa. Habban degan nima? Mehr shafqat. Mehribanlik qilishdir. Attan deganmi shunda? Istashib qilganlikdan, mehr shafqat qilganlikdan va xavfan va ishfaqa. Yani Rasulullah bir azoyib falan gibi ansirganlikdan, kishi ag'riganlikdan Rasulullah mush vaqalikni demagan bo'lsa, agar desa, Quraysh azorib qoldi, yolg'onchi deb masxira qildi, deb shuni orzu qildi dedi. Tayyi degan ichi, qatlimi. Yawma natqus samaa katayyi sijil lil kutub. Mesela rahni qatıldı, qog'ozni qatladi, unda qatlagan ekan buni ichi oldu, ara-arasi oldu. Walakinnahu sallallohu alayhi vasallam yahtamilu risalatal bashariyati kulliha. Lekin ummahani unda arzu qilgan bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam butun insoniyatga payg'ambarlik vazifasini yukini ko'tarib kelgan bir payg'ambar. Hadiraha va mustaqbalaha. Yani bütün insaniyatning hozirgi vaqtiga qaratan payg'ambar, kelishkiga ta qiyomat qadar payg'ambar bo'lg'achqa, fa kayfa sabil bihi ila al-khawf. Qandamo qo'rqinch yo'lini menqason yoki qo'rqinch yo'liga kirib qoldi mumkin emas. Yani qo'rqinch degan narsani tulmaydi olmaydi. Wa yatanazzalu ilayhi amrun azimun fa kayfa yahutuhu bil kitman. Yani uning shunda cho'ng bir ish bo'lsa, shunda cho'ng buyruqlar 5 vaqt namozni farz qilishdek unda cho'ng bir amr farmonlar vahiyga kelgan tursa, uni qandamo yo'shirib saqlab qoladi. Hatto yomanda qo'rshash. Asta yo'gab tutumay chiqamay bunda saqlab qoldi deymiz. Innahu la yakhafu al-kayda wal-adha. Bu payg'ambar bu. U hargizmo mushriklarning suiqasd qila, azor qila degandan qo'rqolmaydi. Wa la yakhsha al-istihza'a wat-takzib. Başqalarni qilish, masxara qilish, manimda bo'lsa oljib qopdi, bir kechadan shunda jar berib kelalamdi. Kallis cho'gab qopdi deb masxara qilishdanmi qo'rqmaydi. Yolg'onchi deyishdanmi qo'rqmaydi. Va lihada jazaba ridaahu. Shu sababdan Rasululloh ummani peshiga islavasmi, tunini tartiblan va jamaa azmahu va kharaj. Irodasini keskin qilib, gachchidi mang dedi. Chiqatdi. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هياب يحدث قريشا. رسول الله صلى الله عليه وسلم qo'rqmagan holatda, aymanmasdan
Kurayshga so'zlash uchun mangda. Ayyab. Haba degan qo'rqib qoldi, unda surishib qoldi, aylanib qoldi degan. Surib basmagan kishi sifatida, qo'rqmagan holatda chiqdi. Va sigat mubolag'a habadan fa'al vaznidan chiqdi. ولكن أمهاني تضاعف همها وزاد وجلها. أمهانيninki g'imi necha so'rib ketdi. Qo'rqinchimi teshib ketdi deydi. Vajal degan qo'rqish. Fada'at ilayha nab'a. Sho'lan nab'a degan xizmatchi qizni chaqirdi deydi. Va kanat jariyataha va mawdi'a sirraha va thiqataha. U dedak ummanining dediki ekan, o'zi ishonch qildigan, maxfiyatliklarni davrigan shunda bir yaqin dediki ekan. Va qalat intaliqi khalfa rasulillah. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana wasma'i ma yaqul nimdaydo. O'sha udda anlab chiran va ta'ali ba'da dalik haddathini bima sayakun. Ondan bo'g'ashamni anlab kirib bo'g'a vaqalikni kelib mangdab biranda vaziyat topshirib aqidin yo'l sokdi. وذهبت نبعة تقص أثر الرسول. نبعة رسول الله آقدن إزقلب ماندري. إذن بسته. أثر إذن. قصة ديان إذن بويلب ماش. شون قصص ديان ما وقالتنا أشي إزقلب سيدة برشنا قصص ديان. وقالت لأخته قصي فبصرت. آقدن ما نيمون قصي. قصة عليه قصة عليه قصص ديان. Ashvaqalikni xuddi isqoqlab mangandek ashda jaryanam mana shunda daftar ediyor. ثم عادت إلى سيدتها عندن خجاينة قايت geldi. وقالت لقد أدركت رسول الله في الحطيم. من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أي حطيمge bağın çıktı yetişip aldım dedi. أدركت degan yettim, yetişip aldım, aqidini yetib aldım. Yani Resulullah şu hatimga borib to'xtagan ekan, aqidini yetgan bo'lsin. Aqidi manqam bo'lgach. Hatim degan Ka'baning atrofida yerim dardi pakatam bormi? Shu orliqni hatim deydi. Hijr Ismoil deb qo'ydi o'rnashdan. Baynal Ka'bati val Hajar al-Aswad. Ka'ba bilan Hajar al-Aswadning orliqida ash hatim degan joyda aqidini yetib oldim Rasulullohga. وما أن رآه أبو جهل حتى ابتدره قائلا أبو جهل كرا كميلام درهال من داد dedi. Aldırap sorude ابتدر diyen aldırap من داد işine kıldı diyen. قائلا boğanıge aldırap sorude mustahzi'an ka'adatihi muta'annitan kadabihi. Öz adeti küngen nısı boyunca mesxiri qilg'alatda muta'annitan ta'til qilg'alatda degandek. Yoki ashunda o'salolatga tushirib qo'ymanda asta'anat degan mashaqqa. Qiyin ahvol tushirib qo'yma. Bo'lmasa shunda bir mesxiri qilib gap so'qolay degan tariqada davomli qamdan uzaq qildi-ku. Shu odati bo'yicha so'radi deydi. Halkan min shay, yangilik bormi? Yani sen davomli ma'munda va keldi. Jibril keldi bunda oyat tushdi. deb g'alati gapni ko'tarib chiqibdan bu gapni yangilik bormi? Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam na'am usri bil layla. Yangilik bor. Mush kecha men yo'lga chiqib safar qildim yoki meni boshqalar elib safar qildi mush kechada demak. Ya'ni mush kecha men yo'l yurdim, safar qildirildim degan ma'no. Qala ilayn naga deb. قال رسول الله إلى بيت المقدس بيت المقدس كه قال له ثم أصبحت بين ظهرانينا بيت المقدس بيرب أندن بزن أرمزد تناطوا أشممسا قال رسول الله نعم فعاد أبو جهل وقال أرأيت إن دعوت قومك أن تحدثهم بما حدثتني أرأيت ذي أيتنا بيانك سنن قومنا يا قريش أهالسنا من توبلسام شاكرسام من هذا دينجم ديالمسا قدام bu eskimning aqli qabul qilmaydigan bir gapni dedi, boshqalar anglasa hammalar kuladi bu gapdan. Taz yomon yerdan tutib olgan bo'ldi. Hammalarning masxarasiga uchirtib buni deb, hozir degan gapni mana shu butun Quraysh jamoasini to'plab ochildi deyalamsa. Qala Rasululloh na'am, Rasululloh o'z jamoasini to'plab olmay, badbaxtga to'plab qo'ygan. وانطلق أبو جهل يعدو كالثوري شولا أبو جهل خد öküzdek yugurib mangladı. To'lig'icha bunda yugurib ketdi. Ya ma'ashar bani Ka'b ibn Lu'ay. Ey Ka'b ibn Lu'ay, avlodi jamoatlari,
Jig'ilonlar va ajoyib bir ish bo'ldi. Ka'b ibn Lu'ay ham o'sha Qurayshlikningki shu bo'g'illarning birisi. Yani ey Qurayshliklar jig'ilonlar ajoyib bir ish bo'ldi demoqchi. Qalat ummani ijlisiya nab'a. So ummani bu gapni olgan ekan, shu dediki so'zlab birotram ummani. Olgan ekan, taxmo oyog'ini anglash taqozoblab o'tirib deb bergan mana. Summa ammil hadith andan bu gapni men to'shib beraman demoqchi. Ammi degan Tatamima sözünü tamamlandı. Yani enmi olaqası sözüne bana bütün laqın aynen yükleyip diyor. Şu nemime degan gap to'shib berishgan bo'ldi. Nima bir chiqitda ko'ribdim. Thumma atimil hadith o'tirib so'zini davomlashtirib debdi. Fama ara illa annahu sayatul. Gapingiz bak uzrab ketgidek o'tirib gap qilan herkisizmoqchi. وجلست نبعة واستأنفت الحديث وتربز دوام لشتده وقالت وما راعني إلا القوم ينثالون من كل ناحية من فقط لم أشهم تربتن كلب جغلواتقان الجماعات شو لم شوشتوته قوقتوته وقال بو direkt la qarab tursa Abu Jahl madimni jig'diga to'ladi. Kirullah mekin ajoyib bir ish bo'ldi ekan. Hamma atrofdan odamlar to'kilishga boshladi. Yani sal degan tökülüdü deyin. Kuyuludu. Xuddi bir narsa kuyutib qolgandek hamma tarafdan suv to'kib suv yig'ilib atgandek jamoat yig'ilib atganligi meni cho'shtirdi, qo'rqitdi. Ra'a degan shu. Qo'rqatdi degan. Va yansiluna min kulli hadab. Hamma tarafdan tushib, eqib ko'paydi degan ma'no. Qur'on Karim bor yansilun. So'rilib chiqqan degan bo'ldi. Yansilun. Demak, endi hamma tarafdan kirib ko'paydi degan. Had degan hamma taraf. Yuqaddimuhum Abu Jahl. Ularning oldida Abu Jahl kelyapti deydi. Hatta ahatu bi Rasululloh min kulli jan. Shuna bular hammasi yig'ilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shunda cho'dib turishdi deydi. Ko'rsatib turganda. Va talaba Abu Jahl an yukhbirahum ar-rasul bima ra'a. Abu Jahl Rasulullohdan hamda hali ko'rgan voqealikni, nimani ko'rganligini endi deb bergan ma'lumot deb talab qildi. Va hasiba annahu sayughayyiru min qalati. U o'zining o'yidan Rasululloh abi mana degan gapni qancha o'zgartib oladi. Chunki endi bu jamoat unda desa, hech kimni kallasida o'tmaydi. Cho'qim gapni o'zgartib oldi deb o'ylab, gapni bir deb pattanamda debdi. Aw yubaddilu min xabarihi. O'zi shunaqa xabarni qancha almashtirib oldi deb o'yladi. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam inni usriya bi ila Baytul Maqdis. Men kechicha Baytul Maqdisga ilib berildim. Fanushira li rahtun min al-anbiya. Andın mana payg'ambarlardan bir guruh kishilar shunda tarqatlashtirib berildi degan. Nushira degan da yeyib berildi. Ularning ichida Ibrohim, Musa, Isalar bor. Va sallaytu bihim va kallamtuhum. Va ular imom bilan namoz o'qidim va ular bilan so'zlashdim debdi. Qala Abu Jahl mum'inan fi haz'ihi va makrihi. Shu Abu Jahl hamda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni masxara qilish va uni get qo'yib tushun ilgarlik qilib, texmo ya'ni shu masxara qilishda va hili mikrda cho'nqirlab ishkirlab chirdi. Mum'inan degan ishkirlab chirdi, cho'nqirlab azzaylab masalan bunda demoqchi. In kunta qad ra'aytahum fasifhum. Ular ko'rgan bo'lsangiz sifatlar faqat qandaydir ekan ular. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amma Isa fa fawqa ar-rab'ati wa duna at-tawil. Endi Isa kelsak, Isa bo'lsa o'ttir bo'ydan sal egizroq, lekin egiz darazidan pakaroq, mushunda bo'yda deydi. Raba degan o'ttir bo'y. Ta'luhu humratun. Chiroyida qizg'och, ma'noda qizil degandek, ka'annama yatahadaru an lihyatihi al-jumman. Xuddi uning saqilidan marvayat shunda saqib tushayotgandek. Shunda bir kelishgan kishi ekan. Yatahadar degan da saqib saqilidan lihya. Ya'ni bu ikki ma'nodan deydi-da. Ikki yan tarbidan shunda marvayat saqib tushgandek, shunda bir kelishgan nurona chiroyli kishi ekan demoqchi. Jumman degan shu marvayat deydi. Yoki aqamda kumush tamchidak narsa. وأما موسى فضخم آدم طويل. موسى كاسك ونات قاول ضخم نات جودلي. آدم
degan qaramtul yoki buğdayanlik degan. Tavil daraza yoki igiz bo'yigiz bor. Kannahu min rijal shanu'a. Xuddi Shanu'a qabilalik kishilardagi. Shu arablar ichida Shanu'a qabilasining odamlari aslida daraza qilgan. Azdi Shanu'a. Mesela Tilchi sahilning odamlari bor, Qaravoylar, Afrikada. Shunga o'xshash. Mesela Cote d'Ivoire, Tilchi sahili degan davlat bor, Senegal. Shunda daraza Qaravoylar bor. Arablar shu Azdi Shanu'a degan bir qabilning odamlari shunda daraza qilamish ekan. Yapon bakallar degandek Shanu'a darazalari Aşında igiz dedi. Ve amma İbrahim fe innehu vallahi lem ara raculan eşbeha bi sahibikum. Ama İbrahim kelsak Allah'dan qasamki men sizning mushamrohingizga uningdek o'xshaydi adam ko'rdim. Ya'ni menga bak o'xshaydi demoqchi. Sahibikum degan shu men demoqchi. Sizning mushamrohingizga ya'ni menga ya'ni ash İbrahimga mendek bak o'xshaydigan, men o'xshagandek darajada bak o'xshaydigan bir odamni ko'rib bakmadim. Yoki menga İbrahim o'xshaydigan bir odamni ko'rib bakmadim. Wala sahibukum ashbaha bihi minhu. Bayatgan shu xil so'zni debdim. Ya'ni menga İbrahim o'xshagandek bak o'xshaydigan bir odamni ko'rib bakmadim. Yoki İbrahimga mendek o'xshaydigan bir odamni ko'rib bakmadim. Shu menga o'xshaydigan demoqchi. ثم عادوا فطلبوا منه آية تدل على صدق ذلك. Sonra bular qayta so'rabdi. So'rab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan mush gapning rostligiga bir isbot akab bakkan deb talab qildi. فقال آية ذلك أني مررت بعير بني فلان بوادي كذا وكذا. Bunun isbot shuki deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni isbot keltirdi. Men falan vadida, falan jilg'ida, falan qabilning, falan jamoatning bir karvonni tugilaram. Bir guruh tugilar, yani karvon bo'ldi. Ayir degan shu. Tugilardan tarkib topgan mush karvonni falan yerdagi jilg'ida ko'rdim. Shu osmonda uchib ketdi. O yo'lda falan jilg'ida Piston qabilininki, Piston jamoatininki tugilardan tarkib topgan karvonlar ketib ketgan. Demek bu gaybi iş, Mekke turbanı falan yerken falan uçmaydı. Demek aşımı ispat keltiriyorlar. فَاَنْفَرَهُمْ حِسُّ الدَّبَّةِ Şoğlan, ularını, ularınınki tivişi, hareketinin avazı, ularını yükseltti deyin. Dabba bir şeyden Kudu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir at okşaş bir burak deyimiz mesela, enda bir minip mangan bolsa, şu atkan şu canavarınınki avazı ya şunun hareketi ya şunu ko'rgan bo'lsa to'gilamda anidan nuh ketdi dedi. Yukib ketdi. Sanadalahum ba'ir. Shunga yukkan ekan bu tuga qo'qib qachidan bir şey. Nadda degan qachib ketdi demoqchi. Ya'ni xuddi yavoylar gap anglamay, to'xtadisi unmay qachib ketgan. Fadallaltuhum alay. Shunga qachib ketgan ekan men ularga sizning qachib ketgan tuganni ayada deb makrabda deb men ko'z osmonni ko'rib turgan ekan. Yaganda yo'ldashimda siz mangan bo'lsa, falan yerda ko'z qo'ydim. Shuni tuganlar makrabda deb ko'z qo'ydim dedi. Va ana muvajjahun ila Sham. Men bu ahvol men Sham ketayotgan chig'imda, Shamga yuzlanib ketayotgan chig'imda. ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان عندما قيد كاغا وقتمدا ضجنان degan joy kelgan vaqtimda مررت بعير بني فلان فلان جماعتنingki karvonning tashidan o'tdim فوجدت قوما نياما Şolar bu karvondagi kishilarning uxlab qolganligini ko'rdim ولهم إناء فيه ماء ularning bir qachida suv ekan dedim وقد غطوا عليه بشيء uning ustini ular narsa yeb qo'yibgan shuning ustini فكشفت غطاءه وشربت ما فيه. Sonra onun tuğukunu içip, onunki suyunu içtim. ثم غطيته كما كان. Ondan burun qıdak yana yögep koydum, yep koydum. Ayet ederek bunun ispatı şu ki, ularının şu tüylerden terk tuttan karvını tasubul an min saniyetin ten'imil beyda. Şu ten'imnin ak töpülikidin qarab kilovatı dedi. Sov degan bir taraf, jihat degan bo'ladi. Tasavvuf degan ash tarafdan kelyotadi. Saniya degan da egizlik, ko'plik degan. Talal badru alayna min saniyatil wada' dedi. Adama wada' degan ashu ko'plikdan shunday chiqib keldi dedi. Al bayda degan ash aqqumli bo'lishi mumkin balki. Tan'im degan ash Makkaning hozir Tan'im masjidi bor. Ash haram, Makka haram doirasining chegarasi bu.
Aşağı çıkıp ehram bağlap ondan Mekke haram dairesiga kirsak bo'ladi. Shu Hazrat Aishaga chiqib aşağıda ehram bağlab kirib ondan tavof qilan degan voqelikda Tan'im shu. Hozir masjid Tan'imda bir masjid bor. Haramdan qishli 32 riyal qatnaydi. Eşik bo'lgandan keyin shu yerda masjidda namoz o'qib, munchilar va junub ehram bağlab, onda 30 o'tirib Mekke haramga kirib umra qilgan. Masjid Tan'im dedi shu. Yani bu hozir halol dairesi, haram dairesi emas. Yarım saat çıkıldı. Mekke'nin adı işi hesabından. Ve yukaddimuha cemalun avrak. Onun aldı da en beşi de külre bir tüge yol başlar kıldı. Avrak'ın bizdikken bu boz mu? Boz ya külren tüge yapıyor. Yani boz tügersek buldu. Akmamaz, karmamaz, ya sırıkmamaz bunlar. Aleyhi gararatan onun üstüde çikke tağa ya kappa. İhdahuma sevda vel ukhra barqa. Bu çikke tağanınki birisi kara, birisi albaldak. Yani bazı yerler kara, bazı yerler akmaz. Barqa deyin şu. Ak kara yani baksan mesela. Aslında. Birisi sidam kara iken, birisi kara ak aralaş rengli iken. Muşunda alet kilovatı doğan. Benim sefer kılıp bir kâgelikinin ispatımı şu yaptım. وَابْتَدَرُوا إِلَى الثَّنِيَّةِ Şulan bu Kureyşlikler aşı tübülükke yuguruptu. Tan'im tarafıke tübülükke yuguruptu. Ras aşında bağımı karap bakımdı. فَوَجَدُوا الْعِيرَ كَمَا ذَكَرَ Resul. Karvanlar Resul'a diyen boyunca aşında halette küreptu. يُقَدِمُهَا جَبَلٌ أَوْرَقْ كَمَا أَخْبَرَ قَالَتْ أُمَّهَانِ هِيَ يَا نَبَعَ Şulan bu vakalıkın da Neba'a Ummahane Sula Pıratu'da. Allahu Ekber. Hiye ya Neba'a. Ha Neba'a. Devran. Sözün davamlaştıran maç. وماذا كان من أمر القوم بعد هذه الآيات البينات؟ من ده إنك أشكر إنك قاكلا دينكين وقريش لا قدق ده أيضا داوران دكتور. قالت لقد رأيتهم لووا رؤوسهم. من أضانك boyun tolğallıqını gördüm. Yani bu delil ispatlamasdan da gözümü çıka başladım burada. Ve gamazu bi'uyunin gözlerine da çimçek bulturmasam bir gözünü kısışıp bana yana kaylunmayla gözünü yumup durarla değişti demek. ثُمَّ سَاحُوا مُنْكِر۪ينَ بِمِلْءِ حَنَاجِرِهِمْ Bütün küçüğülen demek şimdi. بِمِلْءِ حَنَاجِرِهِمْ kaniyelik tolğıdak derecede onu inkar kılıp واقرشته له وقد اشترى المطعم ابن عدي مطعم ابن عدي جسارة كلب من ذا دده من ذا جرات لنجي بقوله كان أمرك قبل اليوم أمر نسيرا بيجي قدر سن الشيء إنجلته أم كتاعل بولته سبسال غلط جاب في سامم كتاعل بولته فإذا بك اليوم تعجب وتعرف تيوصل بجنسان Özağından da hemmedenlerini heyran kaldırdıgan, hemmedenge özağını tuntuzgan derecede galitigeni kötürüp çıktı demek. وَنَحْنُ نَضْرِبُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ Biz bu olsak Beyt-ül Makdis'e tügülerge minip uzun sefer kılıp onun beraberimiz var. Nedir bu ekbadel diyen ibaret bakladığım çıktı o? Demek tügüge minip uzun sefer kılımız var. Tügünün cepasını tatmin diye bu. Sefer kılımız gelmedi. Tügünün ciğer. Eşke bakana mesela devlet mümkündeki tayakların uğrap uzun sefer kıysak onda ciğer diyen sözünü okumayız onda. Uzun sefer kılımı diyenmeni bulduk. Eretler şimdi işletti. وَنَسْعَدُ شَهْرًا وَنَنْحَدِرُ شَهْرًا Bir ayda çıkıp olumuz veya Beyt-ül Makdis'e bir ayda düşümüz değil. وَاَنْتَ تَزُمُ أَنَّكَ أَتَيْتَهُ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدٍ Biz ayında uzun sefer kılıp bir ayda verip bir ayda kıldığın yege sen bir kişide berip geldin deb turuluvatsa وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى Lat ve Uzza olan kasem ki ben sana herkes işenmeyim. وَلَقَدْ أَشْهَدُ أَنَّكَ كَاذِبٍ Ben teke yalgancı kezzap ikenliğinin gualıp berip kalışım mümkün. وَمَا وَصَلَتْ نبعث في الحديث إلى هذا المقدار نبعه جاب قلب مشايشن ذاك الشغلام حتى علت وجهه هاني سحابة من الهم هاني'nin çırağıga
g'am qayg'udan bir xuddi bulut qoplagandeklam chiroyi o'nib ketdi. Va tahayyarat fi ayniha dam'atun min al-ishfaq. Uning ko'zida ish og'ritganlik, yestashlik qilganlikdan kelgan bir tomchi yosh shundalam yig'ilib qoldi, ya ketib qoldi degan. Ya'ni shu ko'zga bir tomchi yoshlik to'ldi. To'lib shundalam ketib qoldi-ku, tushunmayda turib qoldi. Ko'zga yosh oldi demak. Tahayyarat fi ayniha degan ko'zga yosh oldi, to'ldi degan ma'no. Xuddi tahayyaran bu tashmaymi, tushmaymi, qanday qilay deb ashada gangirab qolganda ekan. Ha. Walakin nab'ata istanafat hadithaha. Lekin naba degan bu dedak so'zni davomlashtirdi. Va qalat amma Abu Bakr fa innahu nataqa min fawrihi. Endi Abu Bakr kelsak, u darchilik gap qildi shu yerda. Demak, bu iymon degan ayda so'rinlarda, ayda inkas, inja pozitsiyadan iborat. Bu yerda men mu'mintin deb Rasulullohni qo'llab-quvvatlamay, tasdiqlamayimda nima qilib turasa, iymonni masala bo'lib qoldi. Ashhadu dadillik bilan Rasulullohning haq gap qilganligini shu yerda o'tirib qo'ydi. Ham men ishim mana ras gap qildi. Bunday tanlar deb o'tirib chiqaldi. Va qala li Rasulullohi ashhadu annaka sodiq. So'ra darhol pozitsiya bildirib Abu Bakr Rasulullohga debdi. Men o'zimninki rasul ekanligiga men guvohlik beraman. Endi ava men kazzab deb guvohlik beraman dedi-ku. Abu Bakrga men rasul ekanligiga men guvohlik beraman. Abu Bakrmo Qurayshning ichidagi eng bilimli, uqumishli kishilarning birisi. فقال له المطعم بن عدي شنو مطعم بن عدي ونغدبته أتصدق أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد قبل أن يصبح ونو بيت المقدس كي بيربلام تان بوغچه قايت كبوغلقه işinimsen deb sordu. Sorsa Abu Bakr qubab "Na'am inni la usaddiqu fima huwa ab'ad min zalik." Men uningga buningdan cho'ng ishlarga qarshi ishinaman. Bu odatga bir ishkan. Buningda yo'g'on gap deysizmi? Ishinaman. An usaddiqu fi khabar as-sama fi ghuduwihi wa rawahi. Men atigan tarafda, kech tarafda uyangan manga vaqtida men vahiy keldi desa, ishinaman. Afa ukadibuhu fi ikramillahi lahu bi an yunqilahu masirat shahr. Uni Alloh taolo bir oylik masofani shunda bir kecha bilan bostirib bilan ayında izzat ikram qilganligiga men ishonmay turalamtam deb ching turibdi. To'g'an ekan va tabi'al muslimuna Abu Bakr. Ani musulmonlar hammasi Abu Bakrga agishib, ras, ishonmas deb ching turdi. Walakin va asafa, lekin intayin afsus, bakla afsus dedi. Yani va asafa degan bu chaqirish. Voy afsus ya kilan, hozir sizning paytingizmi shu? Hozir kimsiz qachon kelasiz? Ha? Ayda chaqirganlik bo'ldi. Yani ben bek afsuslanmadim demakchi. Laqad irtadda nafarun qalilun minhum. Ash musulmonlar jamoatidan az bir qism kishilar murtad bo'lib ketdi. Shular mush voqealarga ishonmabdi. Ishonmagan bo'ldim, iymon to'yishdi. Yani Rasululloh yolg'on gap qildi deb qo'pqan gap. Lam tattasi' uqulum. Ularning aqli yetmadi. Li'an tudrika qudratalloh. Ularning aqli Alloh taolaning qudratini tushunib yetib bo'lmadi. Kallasi kichik chiqdi. Aqli yetmadi. Walam tastarvih qulubuhum limaxtussa bihi Rasululloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xos ato qilingan shu iltifatga qarata ularning ko'ngillari mamnun bo'lmadi. Rahat bo'lmadi. Sarvah degan rahat bo'lmadi deymiz-ku. Xuddi unda qoyil bo'lmadi deganda. Shu Abu Bakr radhiyallohu anhu Abu Bakr as-Siddiq deb atalganligi mushunda voqealiklarda birinchi o'lab Rasululloh Rasul deydi, men ishinaman deb Rasulullohni rasulga chiqarganlik uchun Siddiq degan sirat muboraga saddaqadan Siddiq. Yani davomli nima desa Rasululloh, men ishinaman Rasulning deganlar deb tug'an bo'g'achqa Siddiq. Rasul degan ma'nosini chiqdi. Yoki rastga chiqarib tasdiqlovchi degan ma'no chiqdi. Lekin Abu Bakrninki Rasulullohni rasulga bek chiqarib turganligi ma tarafdan deyilgan. Yani Rasululloh nima desa ras aytila deb
rast chiqarganlikdan. Qalat Ummani dedi, la ba'sa ala dini Rasulullah min haula'i nafar alladhina taddu. Aş murtad bo'lib ketgan bir necha nafar kishining tufaylidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning diniga hech nima bo'lmaydi. Hech vaqasi yo'q, chataq yo'q. Fala'alla min al-khayri an yabta'idu an sufufil muslimin. Balki aşında lanışıp qalgan murtadlar musulmonlar sepidan yiroqroq turgani balki bu xayrlik bo'lishi mumkin. Bir oyatda deyilgan: "Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Sizlardan billah bir sapqilab qo'shinga birga chiqib qolsa, balki sizlarni ojizlikda herkes kuchlantirmaydi. Shuni ba'zi g'azotlarda yerim yo'lda ketib o'tib, munofiqlar arilib qolgan. Mesela Abdullah ibn Ubay ibn Salul qo'shinning bir qismini, uchdan birini yondirib ketdi-ku. "Law na'lamu qitalan lattaba'nakum." Da. Ashula jangga birga chiqqan bo'lsa, musulmonlar ziyonliqdir. Çünkü halkılığa cangda peyitdi belki yaparsa uçarda Müslümanlar zikirlik etti. Lekin başlılan tas kılıp kakembaydıqallar kapqağını bu Müslümanın sefini sap tutuşun bu yaxşı. Şuna yani Ummani radıyallahu anh'ı depti. Bunda adamın başlılan Müslümanlar sefini icra tuğunu belki Müslümanlar için hayırlık. Ve yumhav min sahifetil mu'minin. Mu'minler sizinlik ve sayıpıdın uçurup taşlansa hayırlık oluşu mümkün. La hayral muslimine fi da'ifin mutaraddid. Çünkü Müslümanlara unda lanışıp qalgan aciz, unda adamdan hayırlık kelmaydi. Biz aldığa biz hayırlık desigen mutaraddid. Teraddüt qalgan, lanışıp qalgan aciz adamdan kelmaydi. Ve la nef'alahum fi mudaddabin muttarib. Ulağa muttarib degan anda bayatın yerinde lanışıp qalgan, muqim bo'lmagan Mudaddabiyya çıkın arlıqada bunda lanışıp qalgan. Bunda kişilerde Müslümanlar için faydalık yok. Başlılan bular meydanını enak qilib adil çıketini yaxşı. Wallahu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.